Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda burgutlar, itlar va raqslar. Putin Bishkekda dabdabali kutib olindi. Rossiya aholisi kamayib bormoqda. Ayollarga 18 yoshdanoq tug'ish tavsiya qilindi. Ukraina mudofaani ushlolmayapti. Rossiya armiyasi Pokrovsk markazigacha kirib keldi. Tramp har qanday kelishuv evaziga Ukrainadagi urushni to'xtatmoqchi. Endi esa batafsil. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agar sizga patent, registratsiya, продление, уведомление, NN, pasport perevod, deport zapretni tekshirish va boshqa shunga o'xshash barcha turdagi huquqiy hujjatlar kerak bo'lsa, ushbu raqamlarga bog'laning. Do'stlarimiz bir necha yillik tajribaga ega. Xizmatlar ishonchli va kafolatlangan. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. WhatsApp, Telegram, Imo messenjerlarimiz doimo aloqada. Salom asker. Burgutlar, itlar va raqslar. Putin Bishkekda dabdabali kutib olindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 25-noyabr kuni Qirg'izistonga bordi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati xabar berdi. Samolyot trapida Putinni Qirg'iziston yetakchisi Sadir Japarov kutib oldi. Qo'nish maydonida ikki davlatning bayroqlari ko'tarildi. Faxriy qo'riqchilar saf tortib turdi. Tantanali musiqa yangradi. Marosim vaqtida milliy raqslar ijro etildi va qirg'izlarning an'anaviy burgut va ovchi itlar bilan ov qilish uslublari namoyish etildi. Manas aeroportida folklor etnografik ansambl qisqa musiqiy dastur taqdim etdi. Putinning davlat tashrifi doirasida Rossiya-Qirg'iziston muzokaralari bo'lib o'tadi. Rossiya va Qirg'iziston rahbarlari turli sohalardagi strategik sheriklik va ittifoqchilikka oid ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish masalalarini muhokama qiladi. Bugun 26-noyabr kuni prezidentning davlat tashrifi doirasida Birdamlik saroyi hukumat rezidensiyasida rasmiy tadbirlar boshlandi. Rezidensiya hududida Putinni Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov kutib oldi. Ikki lider birgalikda faxriy qorovullar bilan salomlashgan. Putin harbiylarga qirg'iz tilida salom asker deya murojaat qilgan. Salom asker. Rossiya aholisi kamayib bormoqda. Ayollarga 18 yoshdanoq tug'ish tavsiya qilindi. Rossiya Federatsiyasi parlamentining yuqori palatasi Federatsiya kengashi raisi Valentina Matviyenko mamlakat ayollarini 18 yoshdanoq farzand ko'rishga chaqirdi. Demografiya sohasidagi eng asosiy vazifa mentalitetni o'zgartirishdan iborat deb bilaman. Durust, ahil-inoq, katta va mustahkam oilaga ega kishigina muvaffaqiyatga erishgan deb hisoblanishi kerak. Farzand ko'rish keng urfga aylanmog'i lozim. Hozirgidek 28-29 yoshda emas, balki ayol voyaga yetgandayoq tug'ishi me'yorga aylanishi zarur, degan Valentina Matviyenko. Parlament yuqori palatasi spikeri fikricha, ayollar tug'ishni ortga surmasligi kerak. Chunki tibbiy yoki boshqa sabablarga ko'ra keyin farzand ko'rish imkoni bo'lmasligi mumkin. Ma'lumot o'rnida 76 yoshli Valentina Matviyenkoning o'zi bitta farzandni voyaga yetkazgan. U 1973-yili, ya'ni 24 yoshda tuqqan. Tahlillarga ko'ra Rossiya aholisi yil sayin kamayib bormoqda. 2025-yil 1-yanvar holatiga ko'ra mamlakat aholisi 146,28,325 kishini tashkil etgan. Shu tariqa 2024-yilga nisbatan Rossiya nufuzi 0,08% ga kamaygan. Hisob-kitoblarga qaraganda 2045-yilga borib Rossiya aholisi 138,800,000 yoki 130,600,000 ga qadar kamayadi. Bu raqamlarda Ukrainaga qarshi urushdagi insoniy talafotlar inobatga olinmagan. Ba'zi olimlar Rossiya aholisi 2100-yilga borib 74 milliondan 112 millionga qadar kamayadi deb hisoblaydi. Demografik tanglik esa mamlakat uchun ulkan iqtisodiy ijtimoiy muammolar keltirib chiqaradi. Shu bois so'nggi yillarda Rossiya rahbariyati aholini ko'proq va ertaroq farzand ko'rishga undamoqda. Otalik va bolalik farzandlar bu baxt. Bu baxtga erishishni ortga surmaslik kerak, degan edi prezident Vladimir Putin joriy yil oktyabr oyida demografiya va oila siyosati kengashi yig'ilishida. U shuningdek yoshlarni o'qish va karyera vajidan farzand ko'rishni paysalga solmaslikka undagan. Ukraina mudofaani ushlolmayapti. Rossiya armiyasi Pokrovsk markazigacha kirib keldi.
Ukrainaning Deep State loyihasi Pokrovsk markaziy qismida rossiyalik bo'linmalarning ilgarilashini qayd etdi. Loyiha rossiyalik harbiylar temir yo'l vokzali atrofida ekani aks etgan videoni geolokatsiya qildi. Deep State vaziyatga izoh berar ekan, dushman markazni tark etishi uchun oddiy bayonotning o'zi yetarli emas deb ta'kidladi va Ukraina shturmchi guruhlarining urinishlari ko'p hollarda muvaffaqiyatsiz tugayotganini qo'shimcha qildi. Rossiya Mudofaa vazirligi xabariga ko'ra, Pokrovskda 2-armiya shturm guruhlari shimolga, markaziy va Denas mikrohududlarida ilgarilamoqda. Shuningdek, Ravne aholi punktini tozalashni davom ettirmoqda. Vedomostvo ma'lumotlariga ko'ra, Grishina atrofida va Katlino yo'nalishida Ukraina qurolli kuchlari tomonidan kichik guruhni qamaldan chiqarish uchun amalga oshirilgan 8 ta hujumi qaytarilgan. Rossiyalik harbiylar 35 nafargacha Ukraina harbiysini va Max Pro bronetexnikasini yo'q qilgan. Donetsk Xalq Respublikasi rahbari Denis Pushilin Pokrovskda janglar shiddatli ketayotganini aytdi. Uning ta'kidlashicha, Rossiya qo'shinlari Pokrovsk shimolida Ukraina qo'shinlarining mudofaani yorib o'tishga bo'lgan urinishini qaytargan. Ukraina qo'shinlari qurshovda qolgan va jiddiy yo'qotishlarga uchramoqda. Tramp har qanday kelishuv evaziga Ukrainadagi urushni to'xtatmoqchi. AQSh prezidenti Donald Tramp tinchlik kelishuvi qanday ko'rinishda bo'lishidan qat'iy nazar Ukrainadagi urushni tugatishni maqsad qilgan. Bu haqda Politico xabar berdi. Hozirda AQShning urushni to'xtatish uchun tayyorlagan 28 bandli rejasi muhokama qilinmoqda. Unda Donbassni Rossiyaga berish, armiya sonini qisqartirish, NATOga a'zo bo'lmaslik kabi Rossiya foydasiga og'uvchi talablar mavjud. Oq uy rasmiylari tinchlik rejasi borasida Trampda qizil chiziqlar yo'qligini ta'kidladi. Asosiy maqsad ikki tomon rozi bo'lsa va urush tugasa kifoya. Pirovard maqsad tinchlik. Erishish mumkin bo'lgan eng muhim narsa shu: urushni to'xtatish, qotillikni to'xtatish. Tramp asosan shularni xohlamoqda, dedi Oq uyning yuqori lavozimli amaldori. Hozirgi 28 bandli rejaga o'zgartirishlar kiritilmoqda. Ukraina yangi variantda uning ham manfaatlari aks etishini ma'lum qilgan. AQShning o'tgan hafta e'lon qilingan taklifi Ukrainadan katta hududiy yon berishlarni, jumladan butun Donbass, Lugansk va Qrimni topshirishni, shuningdek hech qachon NATOga qo'shilmaslikka rozi bo'lishni talab qilgan edi. Taklifning Rossiya talablariga moyilligi ba'zi respublikachilar orasida Trampning urushni to'xtatishga bo'lgan e'tibori Ukraina uchun noqulay kelishuvga olib kelishidan xavotir uyg'otdi. Jabrlanuvchiga bosim o'tkazish va tajovuzkorni tinchlantirish tinchlik keltiradi deb o'ylaydiganlar o'zlarini aldamoqda, dedi senator Mitch McConnell. Tramp uzoq vaqtdan beri o'zini urushda vositachi deb biladi va neytral pozitsiyani saqlashga intiladi. Prezident Trampning maqsadi urushni tugatish. Agar u prezident bo'lganida bu urush hech qachon sodir bo'lmas edi. Bu urush millionlab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. U barqaror va qat'iy tinchlik o'rnatish orqali yanada ko'proq insonlar halok bo'lishining oldini olishga harakat qilmoqda, deyiladi Oq uy xabarida.